Fermer, uyda qo'y boqyapsiz. Qo'ylar ko'p kasal bo'lyapti. Keling, buni bitta sababini ko'rsataman sizga. Assalomu alaykum qo'yga qiziquvchilar va chorvadorlar, fermerlar. Kelinglar sizlarga ayrim kasalliklarni keltirib chiqaradigan asosiy sabablardan birini ko'rsataman. Operator mavzuga ko'rsating. Yaqinroq ko'rsating mana. Suv bilan ozuqani yonma-yon bo'lishligi suvni ifloslanishiga olib keladi. Iflos suv bu suvni aynishiga, aynigan suv bu qo'yni ichib ketishi, har xil kasalliklar, virusli, bakterial kasalliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun imkoniyat darajasi bunga biz mana bu shotkani qilganimizda bitta yechim qilganmiz. Kelinglar buni ham ko'rsatamiz. Mana qo'ylar suvni ichgandan keyingi holati, mana ichida musori yo'q. Suv top-toza turibdi. Bu degani oraliq masofa kamida 1 metr yoki undan ham ko'proq bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Mana ozuqasini yeydi. Biz endi uyda boqayotganligi uchun qo'ylarga po'choqlar beramiz, har xil narsalar beramiz. Qo'y yonida suv tursa, og'zidagini suvga tushiradi. Shuning hisobidan har xil eng yomon kasalliklar keltirib chiqarishi mumkin. Esteroz degan kasalligimiz bor. Buni ham kelib chiqishiga sababchi bo'ladigan shu suv bo'ladi. Shuning uchun suvni imkoniyat darajasida qo'rani yemish yeydiganidan sal uzoqroq qo'yishni sizlarga tavsiya qilaman. Bu videoni uyda ko'p boqayotgan chorva boqayotgan tanishlaringlarga yuborib qo'yishni unutmang.